Assalomu alaykum. Bugun men Behruzjinur va meni o'rtog'im Siksava. Hammaga assalomu alaykum. Men Siksevaman. Buni orqasida qurti bor. Men knopkani nega bosish kerak bilmayman. Maktabdan qochamiz. Mana o'qituvchimiz. Kiyimlari yirtilib ketgan baqaloq bo'lganlaridan uxlab yotibdilar. Kanikulda bizani chaqirib oldilar. Qornida sakrasam uzoqqa sakrab ketdim. Endi biz qochamiz. Ketdi. Maktabda lekin bunaqa qochadigan joylar yo'q. Bo'lsa ham bunaqa emasda. Bunaqa turbadan hech kim qochmaydi. Ay yo'qol, Siksava jonimga tegdi. Turib yordim men. Bu nacha lekin cho'tdan ham chiqolmaydimi deydi. Yo'qol. Qoch. Yoqimsiz yo'qol. Ani uxlatib ketamiz. Ketdim. To'sami? Behruz Junior ortda qoldi. O'zi ortda qoladi. Mana maktabda lekin to'g'ri qochadigan joy bo'lsa ham agar o't yiqilib o'lib qoladi. Bunaqa hech kim bolaga o'lim tilamaydi-ku, to'g'rimi? Lekin maktabdan qochgan, shuni ham kommentariyada yozib qo'yinglar. Necha marta qochgansizlar, nechinchi sinfda qochgansizlar. Aytgancha bu videoni 20 ta obuna bo'lgani uchun oldi. Tabriklab qo'yasizlar 20 taga. Bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bilan obuna bo'lib qo'yasizlar. Ha. Yoqmasa ham bo'lib qo'yaveringlar. Qamoqdan qochamiz. Siksava qayerda? Qayoqda? Qishloqda bo'lamanglar. Chiqyapti. Voy, nima tiqilib qo'yaman. Endi uni videoda ko'ramizlar, o'zicha ahmoqqa o'xshab, jinniga o'xshab yurib. Voy. Nimalar qilayotganini ko'ramizlar. Sikseva ham YouTube kanal ochsin desanglar, o'zingizlar endi kommentariyada yozib paddeshga qo'yib yuborasizlar. Ochishimni xohlasanglar. Hozir boboni yoniga boramiz. Men boboydan qochib ketdim. Men bundan chiqay, qo'rqib ketmanglar. Boboydan qochdim men. Qorinni qaranglar, kiyimim yirtilib ketgan. Buni hozir biza maktab tugagani uchun o'qituvchi demaymiz. Nima deyishimizni o'zingizlar kommentariyada yozib yuboringlar. Savolda. Nima deyishimizni, nima ism qo'yishimizni o'zingizlar chigi-chigi qorasizlar. Qochlaring. Sport zalida yuribdi, biz endi kirib ketyapmiz. Kalt Sport zaldan o'taman hozir. Ana ko'rdinglarmi? Siksavani kim ko'rgan bo'lsa ko'rib oldi. Yoqtirgan joyim shu'di. Maktabda ham. Voy ketdim. Ne chiqib bo'lmayapti? Voy. Tepaga chiqamiz narvollardan. Endi tushib ketdim. Ana oldindan chiqib ketdim. Kumbaroni o'ldi-yu. Qatda yuribsan? Batishlar. Kim nechinchi maktabda o'qiydi? Men misol uchun 41da o'qiyman. Men 236. 41da o'qiydiganlar o'zingizlar endi 41 deb yozib qo'yasizlar. 41 deb 41 sila deb yozib qo'yasizlar. Mana shundan o'tyapmiz. Sakrab cho'tib falokat yo'llarga o'xshab yuribmiz. Want the boboy. Boboydan qochaman.
o'zi boshlaydi. Bu maktab soni bormi? O'zi nechinchi maktabligini? Adashmasam bu 47. O'ynaganlar bormi? Robloxda blogerlar ham o'zi ko'p-a? Hmm. Hammasini kuzatamiz. Kimga qaysi bloger yoqsa. Ota esimdan chiqib qoldi, bittasi bor edi-ku. Kompyuterda o'ynaydi. Bittada. 372 maktab ekan. Tualetga qochamiz. Bittani bittada chiqamiz. Ko'rmaymiz-ku babsani. Bittada tushirdim. Hop ko'rmaymiz-ku sani babi. Ha, mayli. Tualetxonadan qochish. Kim tualetda onasidan qochgan? O'shaning uchun o'qituvchilar ham anaqa qilgan. Arishotgan. Ana. Ana shu kishi. Turibdi. Keldi mana Behruz. Ketdi. Dunyo o'zingdir. Ketdi. O'tdim Mana o't. oyog'im og'ridi lekin. Kim birga bo'lib qochgan bitta o'zima, sen o'shalar ham bemalol kommentariyada hamma xohlagancha gapini yozaversin. Faqat negativ bo'lmasa bo'ldi. So'kmasanglar bo'ldi. Super qahramonmiz. Ketdim mana bittada o'taman. Ishonmanglar. Voy. Imom sakradimmi tepaga? Nimadir qilgansan-da. Voy. Ko'rdingmi, tiqilib qolib tushib ketdim. Mana shu joyi eng yomon ko'rgan joyim. Menga unaqa emas. Chunki Chunki yoqadi. har doim o'tolmaganman. Birinchi bittada o'tolmaganman bu joydan. Men bittada o'tganman, negadir bu joyda bittada o'tolmayapman. Ozgina qoldi o'lib qolasimga. O'lim haq-a? Ha. Bobo bilan poyga o'ynarkanman, u qaraylar o'sirib tashladim. Voy, chiqishini ko'rdinglarmi? Va keldi, men tushib ketdi deb o'ylayman. Ketdik bobo bilan poyga. O'tirdim. Boboy. Bobo birinchi bo'lib oshib ketadi, birat. O'zlaricha. Qorinni qaraylar. Mana shu joydan o'tolmayman bittadan. Bobo xalaqit qilyaptilar. Birinchi o'rindamiz. Bunaqa qochishlar yo'q maktabda lekin. Roblox ham fantaziya qilgan. Qoching bobo. Eng qiyin joylardan bittasi lekin men uchun. Oddiy. Mana Behruzni ko'rib qoldim. Voy. Voy. Yutdik, bratishkalar. Qani bobo yig'layaptimi? Oy, bu joyni eslaymiz. Ko'rdinglarmi? Yoqtirmagan joyimdan bittasi. O'tishga harakat qilamiz. 67 ham hozir kelib qoladi. Yugur. Bobo ham asab ketadi.
Ha, qo'rib qara, qorlar ochilib ketdi. Keyingi qismida nima deymiz bu boboni o'zinglar ot qo'yasizlar? O'tolmayapman. Juda qiyin bo'lyapti o'tish. Menga mashinalar haydayapti. shu bitta boboy yutolmayapman. Turbadan yiqilib tushyapman-ku. Yo'q, yiqilmayman. Turbadan chiqib Shu boboyga tush kerak. o'tdik. Men o'tolmayman shu boboydan. O'tdik. Hozir biz maktabga kelib qoldik. Maktab bilan xarlashamiz shekilli. Shu yerda ham jinniliklar qilib ketamiz. Otishma. O'lmaydi, o'lmasvoy. O'lmasvoy, yo'qol. Yo'qol bobo. Yordam beringlar. Boboy ham tushib ketdi mana. O'ta oldingmi? O'lib qoldim. Meni jarohatlayaptilar. Brat, kitob o'qiyaptilar. Kitob o'qiyaptilar, nima deyaptilar? Men maktab bitiraman, bitiradigan bo'laman. Brat, oling. Zarbani qabul qiling. Urre, maktab tugadi. Tataratin. O'qituvchidan xayrlashdi. Manam yetib olay. Behroz juniorga. Maktabni bitirib ketdik. Qoching, boboy yo'limiz qotdi. Birinchida qochdik. Qayar eski maktabim, ismim yozilgan parta. Berolmagan xatlarim, sevgan edim ilk marta. Vaqt qaytmaydi orqaga, bo'lmas endi tanaffus. Yaxshi yuribdimikin, men yoqtirgan dilafruz. Maktabimiz orqasi, bizni joyimiz o'sha. Derazadan qizlarni qilar edik tomosha. Bilmas edim maktabni, bir kun sog'inishimni. Bir qizga aytolmaganman men uni sevishimni. Qolib ketdi gaplarim, senga yozgan xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim. Sevishimni aytmadim. Qolib ketdi